Assalomu alaykum. Mora bo'lsa endi u yangi apparatlar. Endi bu apparatlar sizlarga endi sizlar ishlatasizlar. Bu apparat VibraStent apparati. Xullas ko'pchilik servislarga borsak, masalan masalan klientlar oldin o'zimizda ham yo'q edi. O'yini olishga imkoniyat yo'q edi. Bu nima qilib beradi? Bu masalan hozir politsiyaskidan anaqalar shofirlar telefon qiladi, masalan mashinaga. Politsiyaskidan o'tsam ovoz chiqyapti. Boshqa pullar chiqmayapti deydi. Endi biza endiksda bozorga kelsa politsiyaga endi yana yo'lga qo'yilgan nimalardan aytayapti-da. Yomon yo'l topa olmaymiz xullas. Buni topib izlaymiz deganchimiz vaqt ham o'tadi, yo'q xullas. Mashinani chiqadi, Ramazon gayiga tushadi, o'sha mashina ham qoladi klientda. Endi bu narsalarni sinashda oson yo'li. Apparat hozir mana ishlab turibdi apparat. Ko'rishingiz mumkin. Buni ulaganlaringda 4 ta balonni buni ustiga mindirasizlar. Обязательно buni ustiga mingandan keyingi holat keyin ligirovka qilinadi. Hozir masalan oddiy chayqatishda turibdi. Nimada turibdi? Endi masalan nima deydi? Off-road yo'llarga bordik. Endi uni kuchaytirish mana. Skor bor 22, 23 masalan. Ketdi. O'sha tezlashdi protsess. Tezlashdi. O'sha hadovoyda hozir nimadir bo'lsa, amortizatorda qanaqa muammo bor, o'sha mashina gapiraveradi. O'zi o'shanda bilinaveradi. Bo'ldi, mashinada shunaqa ovoz bor, shunaqa narsa bo'lyapti deb. Shuni seziladi. Buni vazifasi shu. Endi hadovoy rost chindan charchasa, ya'ni arzimagan ovoz bo'lsa, uni topish juda qiyin. O'shanday vaqtlarda albatta skorasi baland qilinadi. O'sha ovozni topa olish uchun. Agar toza hadovoy charchagan mashinalar bo'lsa, albatta ularga shart emas, o'zi ozroq skorasi ham bilinadi. Keyin ko'pchilik yana video davomida aytib o'tamiz. Bunga masalan kelib turib, bemalol diagnostika qildirib, o'zingizlarning ustalaringga olib borib ham spiska qilib beramiz, ishinglarni qildirishingiz mumkin. Aynan bizda qildirish ham shart emas. Sababi buni diagnostika, hadovoy diagnostika pulini to'laysizlar, bo'ldi, borasizlar, xohlagan joylaringni aniq, masalan, mana shu ketgan deb spiska qilib beradi bolalar. Borib bemalol ishinglarni bitkazib olaverasizlar. Любой servisda shart aynan bizda qildirish degani emas. Endi bu baribir bu apparat ham keyinchalik ko'payar. Hozircha ko'p servislarda yo'q. Faqat mana shu BYD servisda, yana bir 3-4 ta servislarda bor. Qulaylik ustalarning o'ziga, klientlarga ham yaxshi. Masalan, ko'p klientlar $100 ga amortizator hadovoy sotib xarajat qilmaydi-da, oddiy bitta stoyka bilan ham ishi bitib ketishi mumkin. O'shanday vaziyatlarga foydalanishga yaxshi. Demak, bu apparatimiz vaqtni tejaydi, ham ish jarayonini tezlashtirib, aniq diagnoz qo'yib bera oladi. Aniq diagnoz qo'yib beradi. Shu uchun bemalol BYD servisda murojaat qilishingiz mumkin. Hadovoy bo'yicha ham ishimiz bor, motor bo'yicha ham ishimiz bor. Bemalol qilib beraman. Batareya, yana qolgan elektron chast qismlar bo'yicha Ibrohimga murojaat qilasizlar. Pastda nomerlarni qoldirib o'taman. Amortizator, hadovoy, motor bo'yicha Ramazonga. Bizda masalan telefonda o'zim ko'p rolda bo'lib qolaman, boshqa bo'laman, javob bera olmasligi mumkin. Shuning uchun iloji boricha o'sha Instagramda ham YouTube'da ham qo'yilgan nomerlar bor. O'sha nomerlarga murojaat qilsanglar, maqsadga muvofiq bo'ladi. Sababi bir-birimizni leshdan ortiqcha vaqtimizni olmaymiz. O'zini shug'ullanadigan odamiga tushasizlar, to'g'ridan-to'g'ri ishinglarni chiroyli qilib bitkazib beradi. Mana ko'rdinglar, VibraStentda ishlashini, mana videoda hozir yaqinroq qilib ko'rsatib o'tamiz. Qanaqa ishlashi, qanaqa jarayon, qanaqa effekt berishi. Bu mashinamiz ham hozir hadovoyda bir ikkita ishlari bordi. Oddiy stoykalar ketgan ekan. Xudo mana o'zini ham tekshirib, diagnostika qilib berdik. Joninglar sog' bo'lsin. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta BYD servis kanaliga obuna bo'lib qo'yishingiz chiqmasin. Sog' bo'lasizlar.